Assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'rarman do'stlar. Assalomu alaykum, naq maydondagi tomoshabinlar. Kashliginglar xayrli bo'lsin. Ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi, Urumchi baravar taratqusi birlikda ishlagan Xinjiang Chinuri biofan texnikasi tajdorligidagi Xinjiang bo'yicha tunji qatim o'tkazilgan usul tema qilingan musobaqa tusini olgan cho'ng tipli san'at programmasi Xinjiang usul sahnasi. Ekran oldidagi ko'rarman do'stlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Xinjiang usul sahnasi programmasi. Men Abdul Qosim. Tövəndə ko'rarman do'stlarga hurmatga sazovor ustozlarimizni tanishtirib o'taman. Uyg'ur usulchiligining peshvosi, usul ma'rifchisi, davlat go'yanning alohida ta'minotidan bahramand bo'lguvchi atoqliq san'atkorimiz Xalcham Sidiq ustoz. Xinjiang harbiy rayon san'at o'migining davlatlik birinchi darajalik usul rejissyori, mamlakatlik usulchilar jamiyatidan To'pkor usul san'atkori nomiga erishguvchi Umar Saydullo ustoz. Xinjiang san'at yurti naqsh usul o'migining davlatlik birinchi darajalik usul rejissyori, Xinjiang zamonaviy usulchiligining yo'l ochquvchisi Jasur Tursun ustoz. Tövəndə Xinjiang usul sahnimizning go'zal riyosatchisi Iqbol Nig'mat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, baholovchi ustozlar, ekran oldidagi sevimli ko'rurmanlar. Ushbu sahnada xizmat oladi bo'lanligimdan cheksiz faxrlanib turibman. Olqishlaringizga tashakkur. Usul sahnamiz haybatli bir sahna. Usul parvonalari uchun qimmatli sahna. Tomoshabinlar, ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan baravar taratqusi birlashib ishlagan Xinjiang Chinuri biotexnikasi tajdorligidagi Xinjiang usul sahnasi. Mushki anbardan hid algan sharma hayoning beziki, sulu chashlaringda bor go'zallik misli bir daryo. Ey Rana, har sabah gul aşkınida mehrlik jilvalaring epkelar hidingni. Sarva qamatingdan targ'an xushhiding singan havo latofat olamiga aylansin. Ishonch va latofatning jilvikari Chinuri sumrug' chach va badan yuyish yurishligi chehra ay xonim qizlarimiz uchun sumrug'. Muzika. Aşık bulgıdak Yürek yerip gönül bergüdak Rahmat. Bu usulda bir sahanda bir yigit o'p ketgan bo'lsa, to'limi qamlashib ketgan bo'ladi ekan. Kimlar qamida oshiq bo'lgudek. Ikkinchi bosqichda bir yigit keladi. Yigit kelsin, ha? Singlim o'zingizni tanishtirib aytamsiz.
Assalomu alaykum ustozlar, mening ismim Alfira Turdi. Bu yil 20 yosh kirdim. Hozir Xuymin Qo'shtulla Billa baxsida muallim bo'lyapman. Ömer Saydulla ustoz. Xo'sh. Mübarek olsun. Ömer Rahmat. Saydulla ustoz bir bilet taşıldı. Xalcham Sidiq ustoz. Qaysi maktabda usulda o'qidingiz? Shina biduk. Pedagogika universitetining usul kasbida o'qibdi. Bu usulni kim ishlab berdi? O'zim ishildim. Sizning mahoratingiz o'qiganda siz asosiy mahoratni yaxshi egallagan o'quvchi ekansiz. Rahmat. Bu usulni naytı yaxshi o'ynadingiz. O'zingizning qo'l putlarimi shundoq uzun, shundoq şu odat hayvilan turibmi bo'yingiz hali egiz. Esiyatliq ash usulning ichiga kirdingiz. Bir bilet. Mübarek olsun. Xalcham Sidiq ustoz bir bilet. Cesur Tursun ustoz. Yaxshi, azroq shunda bir 2 minutlik yaxshi bir masakindichiq o'ylanmagan bir muhabbatning usulini o'ynab chiqdim. Shunda chiroyli bo'libdi-mi? Kiyimi tushibdi. Masalan, mush kiyimingizga languncha qizil bo'lib ketgan bo'lsa, anikin bir qizil paypoqni kiygan bo'lsangiz, yog'liqingizni chiqroq ishlatgan bo'lsangiz, masalan, eng oxirgi harakatni javshini qilib beqingasiz. Masalan, qizil oyoq, qizil paypoq, ama shuni chiqroq ishlatib berib, yerimga tashlab etsangiz, shunda chiroyli bo'ladi. Rahmat. Mübarek olsun. Rahmat. Mübarek olsun. Ustoz sizga bilet taşıldı. Mübarek olsun. Qayna? Endi ustozlarni tanlaydigan bosqichga keldik. Sizningmi cho'qim ko'nglingizda son bor deb o'ylayman. Qaysi ustozni tanlaysiz? Jasur muallim tanlayman. Mübarek olsun. Mübarek bo'lsin. Xo'sh. Cesur Tursun ustozning gruppasiga kirganligingizni qizg'in qarshi olamiz. Mübarek olsun. Alfira Turdi, mübarek olsun. Sahnimizga elib kelgan muhabbatlik parvozingizga ko'p rahmat. Jasur Tursun ustoz gruppasida parvozingizga parvoz qo'shilsin. Kelar sahnimizni ko'rishaylik. Tunji qatan yolg'iz kishida bunda cho'ng sahnaga o'yin qo'yib boqqandan keyin shuning bir sinab boqay deb ikkinchidan o'rganish uchun keldim. Birmuncha sizlarda birmuncha yaxshi artistlarning chiqqanini qarab, mishakap, bu yerni to'xim bilmay o'rgangan mashinonga alaytam mishakap qatnashgandim. Muzika qo'yilsin. He lives in a house here in my town. He knocks on my heart whenever he's around. Yeah, yeah. Got blue, blue eyes. Yeah, yeah. He's so fine. My boyfriend, he loves me very much. My boyfriend, he's special. We always keep in touch. He's funny, my honey. He loves me very much. My boyfriend, so fine. Na 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 na, yeah. Na 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 na. My boyfriend, he loves me very much. My boyfriend, he's special. We always keep in touch. He's funny, my honey. He loves me very much. My boyfriend, my boyfriend. I said it before and I'll say it again. My boyfriend, he loves me very much. My boyfriend, he's special. We always keep in touch. He's funny, my honey. He loves me very much. My boyfriend, so fine. Na 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 na, yeah. Na 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 na. Na 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 na, yeah. Na 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 na, yeah. Rahmat, rahmat. Omak kızımızga köp rahmat. Köp rahmat. Erkekleri nime degan tatlıq.
Bu kızımızı çokum bir kurslarda, sanat kurslarında bir az degende 2-3 yıl terbiyelepti. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Rahmat, xush kelibsiz. Undaq bo'lsa bu qizimizning shu mo'misi ekan. Alqishlarni tutaylik. Rahmat. Chunki yana Uyg'ur tilida ozroq qiynalib qolganligi uchun mo'misi tarjimonlik qilib bergil chiqdi. Uyg'ur. Bizdan mi Qozog'istondan kelganlarmi? Almato'dan kelganlar. Mikrofonni mumashq beraman. Keçirsizler, assalomu alaykum. Biraz tarjima qilmasak, bu o'rislarni eshitgandan keyin rus maktabida ekanki, bular o'zining tillarini, ya'ni anlari so'zilmaydi, shu kichkina qiynalyapmiz. Xudoyim bersa tilni o'rgatyapman. Kechirsizlar. Rahmat. Rahmat, sizlarning ijroq demay, bizning sanimizni kichik ko'may, shu Qozog'istondan kelganlar uchun shu ustoz nomidan, program guruhimiz nomidan Qozog'istondagi qarindoshlarimizga o'tliq salom. Uyg'ur teatridagi qarindoshlarimizga o'tliq salom. Rahmat. Rahmat. Rahmat, xo'sh, undaq bo'lsa, shu kichik farishta qizimizning ekran oldidagi ko'rurmanlarga yoki tomoshabinlarga deydigan ishqiy so'zi bordek turdi, Меня зовут Сафира. Я ходила на гимнастику 2 года. Теперь хожу на танцы с моей сестрой Рухсари. Гульбахараде Касымова. Men художественный gimnastika ishqi qilmagandim. Hozir men ustulg'i beryapman. Meni Ruxsari hadam shaga mang'idi, ashaga men borma. Mening ustozim Gulbahar Qasim deydi. Bu kız nayet yaxşı oynadı. Bu üzünün kaşı yaşığı layık hareketlerini septi. Doyunu yaxşı, ma usulunu yaxşı kıpırıptı. Bunun da uyuşuk düşük hareketim yok. Bütün üzünün yaş ölçümü şundak yaxşı çıktı usul. Ben bir bilet taşıdım. Rahmat. Mübarek olsun. Ömer Saydullah ustaz bir bilet taşıdı. Mübarek olsun. Men aşı mo'misi bilan parançay. Bo'ladik, mikrofonni mo'mangizga beraman. Bu qancha yoshga kirgan qiz bola? 8. 8 yosh. Atansi ash Almatada, Atansı Almatı'da, ikkalasi Uyg'ur. ikkalasi Uyg'ur. Ha, ashada ishlaydi. Bu kasbni qilmaydi. Kesm sebebi meniki biz özümüz Sultan Qo'rg'on Uyg'urlarni ishlattiramiz. Ishga qilgan kelinim sap o'rislarni ishlattirdi. Ashkililar Uyg'ur so'zlamaganki, bu tilni Demakchi anlasa hozir bu qizning shu usul o'ynaganligi talantiga qarab, ota-onasimi usulchimi yoki usulchi oilasiga usulchi men bo'lishim kerak deyman. Ota-onasi usulchi emas, dadasi kichkina usulchi. O'zi qiziqdi ekan. O o'zi yomon qiziqdi, teshtimaydi. Qarsaqlar ba'zi harakat, texnik harakatlar shundaylik ma'lum ko'rgan deb qo'yamiz endi. Shunda yaxshi. Ve yaznikini bizden oğlumuz yuğan. Sap uşaq balalarını jığvalmen üzem ben nakşet bilen bula oynaydı. Kişikten tat oynaydı. Şu sanat kızıqıdı. Ben üzem sanatga yaman yakın, yaman yaxşı görmem. Müzik çıksam teştiremayım. Şunun için bu meni durap kaptı bular. Oy, bu Qozog'istonga adımızda bir usul teşkil qilayli. Bir usul o'ynab bersin. O'ynab bersinmi tomoshabinlar? Bo'lmasa bir usul o'ynab bersin. Bir ko'raylik. Yaxshi muzika aba Gulyarxon qo'yib beraman. Qani Gulyarxon. Oldidiki mayr. Ya bak. Kızım oynasın burada. Gülüm gülüyor, emes mu ayırdım kaşker, emes mu? Gülüm gülüyor, emes mu ayırdım kaşker, emes mu? Ağızda yaman digenler, özü veyran emes mu? Gül yarıkan boylar insaf oynadı. Ağızda yaman digenler, özü veyran emes mu? Gül yarıkan boylar insaf oynadı. Köp rahmat. Nimiş kızınızga muşta usullarını öğretmeysiz? Öğütüp atamsınız ya. Endi bay adamlarning mijozi qaraymizda. Bu yomon shoqqi. Nima endi qarsam, ishi qarab tepiryapman, lekin bu yoq Azroq tatmish va qizingizda siz bek shoq ekansiz. Aldırmay ejilib ketdi. Asli siz qatnashsangiz bo'pti-ku bu usul sahnamizga. Kalcham sizda ustoz sizni guruhingizga olatdi. Dün aklımızdan qo'shib chiqsam bo'pti men. Naq maydonda qaytadan tizimlantirdi. Şu hakkımız kakras manglayak keşkimiz bilan chiqamsak bo'ladi. Qanday qilamiz? Endi qo'yitamdi. Shunda bo'pmanda.
Şundan obdandı. Endi shunchadan kelgandan keyin o'z vatanimizga albatta chaqchaqlarni qilib qo'ydik, xafa bo'lmaysizlar. Sababi bu yoq men Uyg'urcha usulni yaxshi ko'rmay, tunugundan beri apani alma, men apashkani alma deyotdi. Mana meni ilg'ab qolsa, "Не apashka нравится" deydi. "A shu apa menga yoqdi" deydi. Safira shunda yaxshi o'yindingiz, tengdingizmi yaxshi? Endi o'ynagan, mavo akagan bir to'liq sho'q qiz bolaning o'ynayotganda bundan tugunimi shunda chiroyli bo'ldi. Men sizga mushu Safiraga bir bilet. Rahmat. Mübarek olsun. Cesur Tursun ustoz bir bilet verdi. Mübarek olsun. Kalçam Sıdık ustoz. Sabira qizning-chu, shu asosiy mahoratni o'rgangani to'g'ri. Mushu kichligidan avval mushu mahoratni yetildirish to'g'ri. Masalan, bizning davlatimizda usul tili bilan aytganda, shu qaychi mollaq aytishni bu qiz nayti qoidasi bilan atdi. Ha? Qoida bilan har bir ishlagan harakatlari qoidalik bo'lyapti. Men umid qilamanki, shu o'qituvchilari davomli mushu mahoratni avval yetildirsin. Hozir bu necha yosh? 10 yoshlargacha mushu mahoratni to'liq qilgandan keyin anaki momisidan hozirgi sizning nayti sulkatlik nayti hissiyatli xonimkansiz. Ha? Bu semizlik bilanmi yarashdi o'zingizga? Sahnimizga bir husn qo'shdingiz bundaqcha aytganda, ha? Jiroqdan kelib. Ama kelgüsde sizden nevringiz çokum sizden şu aptaptek aşındak uçuk bir usulcu olsun. Ben bir bilet verey. Mübarek olsun. Üç ustoz. Oma kızımızga bilet açıldı. Kine, tallaş baskıcı. Бабушка. Mamuşka deydi. Mamuşka degan kim o? Apaş deydi. Men babuşka. Siz mamuşka. Oldu. Hoş, undaq bolsa şu mamuşkanı tanlamdım. İsmi ne dana? Kalçam. Sıdık. Mübarek olsun. Kalçam Sıdık Mübarek ustazın olsun. grubusu kabul kılınız. Mübarek olsun. Safira kızım. Kelin kızım. Kelin. Mübarek olsun. Kelin. Kazakistan Almutlu şehirden momunuz bilen Ürümçi kelip Şinjan usul sahnimizga katlaştınız. Kalçam Sıdık ustaz sizni ve momunuzni Uygur usulunun sehri gücü bilen ahirki demler gelip bağılsın. Mübarek olsun kızım. Muzika.
Assalamualaikum. Balığı ustazlar, tüven olduğun barlık kırındaşlar şunlarla. Ekran aldığındaki barlık hürmellerge Aksu olaydım kelgen Alımca Hüsendin. Otuq salam ve âli ihtiram. Rahmat. Seni ustazlar. Cesur Tursun ustaz. Usulni ködük bu Abdülhizmet Kasım Malim'nin icadeti. Padıcı bal degen. Öz vaxtıda Ömercan oynagan. Şam'ındaki memleketlik 6. növetlik usul musabık katnaşkan. Endi mening deydiğim ma o 6-7 minutluk bir eser. Bu eser aşı baş padıcı bala aldı da koylanı bekep yani toluk hazır kaç minut ekeldin? 2 minut 13 sekund. Ana bu 3'ten birini evettin. Endi bu eser asasçılık düşensiz buludu endi. Kıgan çağda. Bırak özünün bir neçe sahne önerilerin yaxşı kıldın. Rahmet. Bilet beriş de ben sel turup duray. Bu müzikini kesip Egliş tüpeylemiştik. Kesilgen müzik de şunu. Ma sahne şu 6. növetlik Şam'ındaki sahnede mu çoğun sahne. Neymiş ki o sahnede o vaxtta da 1000 adamını gördü. Mana değişik kaçlık gördü. Ben Abdülhizmet Malim'den ruhsat edip ya Abdülhizmet Malim kandak kılmen dep moşlarını ya Ömercan'dan sen mesat aldın mı? Ya. Mesela mence mesat alsan sana teximi yaxşı fikirlerini berip teximi mında kıl, meyani mında kılsan ya sen başka nersi oynama 2 minutluk ma eserini bu zivitoda düşendirmeydi dep aşta bir nimelerini berdi. Bırak hazır ben bilet beriş birden tıp oyluş berey. Düşendin mi? Ben hazır özümün şahsi fikirlerini sana dep koydum. Hem de bu patici yigitke ma usul. Hem de siz nimançıcık davcı bu. Kamçını alsınız, aksınız, ravap ne yapsınız? Usul degen bir davcı az buludu. Esliye biz Uygur usullarında onda davcı aldığın usul nait azdı. Hazır bu davyalar usul işleyemizle yeli köyünü paldanıştıkan, yeli birimizi paldanıştıkan, yeli nağan bu nağan. Kamçını ağanlıkın boldu şu. Bizden bu Uygur usulünün ki bu hareket baylığı hiç kandak yerde yok bizde baylık bu hareket baylığı. Şundakcık baylık hareket olsun neymiş bu üzümüzde capa o bir capa o. Benim için ben oyluş bırak bireme. Cesur Tursun ustaz, Ömer Saydullah ustaz oyluşup sizge bilet taşlaydigan boldu. Halçam Sıdık ustaz oyluşamdı. Alim Hüsen. ha? Özünüzün Türkiye 2 futbol zıplap durun ha? Bizde şunda bir yaman işler bop kaldı. Sahneye çıkısla hazır o bir uslupka aylanıp kalmışsın. Şıkıptımızda işipler çıpla piramidada turduğun iş bolsa yaxşı emas. Ha? Menimce bu yerda katta rejisörler, icadiyetçiler var. Yani sanatkar, usulcular var. Şu fırsat bilen eğitim olay. Bu sizler birinci dersini başlaganda kolunun pozisiyası bağı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Tutdun mu şundak? Tutdun mu pozisiyalarımız var? Ben demekçi bulumen. Sizin kurulmanız usulünün materyali. Ama siz bir vilayetlik kesbi ömekten geldiniz. Ya ki mektepteki okuğucu emas. Yaşınız değilmepti neçe yaş? 26. Kaysı mektepte okudunuz? Aksu Medya Sanat'ta okugan. Sizin beden sapayınız, asasi maharet tarifiniz biraz aciz. Neymiş kasıraysız? 2 minut 10 sekundluk usulunu oynap hasırırsanız 30 yaş kirgende kandak kılısız. Moşundak bir sahne gelişke cüret kıpsız. Buyurunuz ne ben kollayman. Yaxşı gördüm. Endi
Қазақстанның A4 yaşlıq abayqı neçə yaş eliqi asası maharet icra qıgan. Mana aşındaq bir maharettin birini 2 minutqa əkəgən bolsanız mı, cəsur oylaşmay Ömer Saydıl oylaşmay sizge bilet taşlaydı. Endi siz 2-3 maharet göstərdiniz, heç qaysı cayığı barmıdı? Ama ökçülük ayak mı, tarkiyim bilip qaptı mı? Bulmasa aşağı çıkıp köktüp koyma. Şununla cesur ustazның degeni en mühim. Özünü sorgan işe soraydı. Özünü hürmet kısan kişimi seni hürmet kıldı. Şuna ustazlığa yeniklik bilen muamele kılmaylı. İcadiyetke yeniklik bilen muamele kılmaylı. Sizin moşu münasebet bilen benim bunu digim geldi. Oşukçılık kılmaz. Ömer Saydıl ustazның gibi doğru. Şuna endi bu nem desem buludu. Ben bulardek oylaşıp mı jümey, meslek mi sanmay, kapımman, keçirin, bilet veremeyim. Yaxşı yo'q, rahmat. Xo'sh. Xo'sh, Jasur Tursun ustoz, Ömer Saydulla ustoz. Endi Aksu san'at umigi şu usul sahnesini qo'llaganға men bir bilet tashlay. Mübarek bo'lsin. Jasur Tursun ustoz bir bilet taşıldı. Mübarek bo'lsin. Ömer Saydulla ustoz. Elçim apayla gibi ketilmem, ben biremeyim. Xo'sh. Oldu, bir bilet taşlandı Jasur Tursun ustoz. Demek ötkelden ötenmey kaldınız. Ko'nglingizni yerim qilmang. Sahne hayatınız texi uzun. Şinjan usul sahnesi mush bir qitimda tugamaydi. Yani davamlı ishlaymiz. Keling sahnaga. Sizda qo'rqmas. Yosh o'g'il texim derishman. Ha, to'g'ri. Keling sahnamizga biz har vaqt qarshalamiz. Keling. Ustozlar bilan Ustozlar bilan ko'rishamiz. Xo'shlashib keling. Olimjon O'san, cho'ng ishlarga tavakkul qilib o'zini sinash, o'g'il bolalarni kambus bo'lmaydigan esil xislatlarning biri. Sizning kasbiy hayotingizga utuq tilayman. Xizmat tushib kelib 6 yil qoldim. 6 yillik sahna hayotımda men manda usul sahnasi programmasi sahnasiga tunji qitim qadam qo'yishim endi. Zo'r ishonch bilan o'zim shunday muvaffaqiyatlar tilab kelgan. Lekin endi ko'ngildek bo'lmay qoldi. Men taxi buning bilan bo'shib qoldim. Bu men uchun bir imtihon maydoni, bir sinov. Birinchi darajalik mukofotga erishishini uzaq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Qutiyar markasidagi a'lo sifatlik savdo suyi ishlab, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutiyar fan texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qimmatidagi mukofot buyumi bilan ta'minlaydi. Amin kitobchiligi 2 darajaga erishgan mohirni 100 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Ozuqum qora bug'doy diabet yurishlik mahsulotlari 3 darajaga erishgan mohirni 50 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Muzika. Qapqaradu qashlari yelbinadu sochlari sening sunduq sochlari
Saçlarım, hemmisi saçlarım, usulumuzun hemmisi saçlar. Güzel Acayip saçlar. çıraylık ha. Acayip çıraylık usuldan birini ep yaptı. Sağlam özünüzü tanıştırıp etemsiz. Assalomu alaykum barliqchi ustozlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Men Atishalik Naqsulimgidan kelgan Nur Qusumardin sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Xush kelibsiz, uzun chash qiz. Ma shu 20 kun ichida sizni birinchi qatim tanlaganda bu ikki ustoz sizga fikr bergan. Esingizdami? Mana siz ko'p tirishchanlik ko'rsatib, usulning yirik yerlarini chiqarib etib, nafis ham texnikalik qilib kelibsiz. Beytibsiz, gap anglabsiz. Shuning uchun men sizga bir belat beraman. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Ömer Saidullah Ustaz. ishqilib ma voqelikda shu yaxshi o'rinlabsiz harakatlaringiz meni joyiga tushibdi bir bilet berdim. Mübarek olsun. Cesur dursun Ustaz. Ediyem halçımdan degandek aşı malımlarının gipini anlısınız. Asman plak özgürüş bazır. Bütün degen aşı kamcılık yerinizni yokutup alay diktiğinizi tekimi çıkarıp kepsiz. Anikin sizin birinci akpıt tepiştiğini bilimiz. Artistinin yaxşılıkını alınam tüz teptiniz. Bel düşkendini bilimiz. Başka nimeliniz ne? Çata yok, bir bilet. Mübarek olsun. Mübarek olsun. 3 ustaz sizge bilet taşıldı. Qani. Undaq bolsa, ustoz tanlash bosqichimizga kelib qopdik. Mening tanlashim Xalcham Sidiq apay. Xalcham Sidiq ustozni tanladi. Muborak Mübarek bo'lsin. olsun. Xalcham Sidiq ustazning gruppasi kirganligingizni qizg'in qarshi olamiz. At shaharlik naqsh usul o'migiga ko'pdan ko'p rahmat. Sizdek bir usulchining bo'lganligi shu o'makning faxri. Rahmat. Barakallah. Xo'sh, undaq bo'lsa, ustozlar bilan ko'rishamiz. Nur kız Ömer, mübarek olsun. Uzun saçlarınızga göz tekmesin. Uygur usulü bo'lgan o'tdak qiziqishingiz Xalcham Sidiq ustozni ta'sirlantirdi. Kelarki sahnimizda Xalcham Sidiq ustoz gruppasini ko'rishaylik. Uzun saçlarınız texmo julalansın. Men bu shundaq terishma bundekin bunda yaxshi natijani elishimni o'ylab boqmagan. Shu men texmo o'zimni shunda hayajonlanib ketib barmadir mushtabda. Müzika koyulsun.
bugün Şinjan usul sahnesi çıkan küçük mahirlarımı bir-birisinden serxil. Perzentlerimiz usulda terbiyelensi boludu ki. Usul ulağa bir coşkunluk ata kılıdı eken. Meyli o kelgüsü usulcu bolsun yoki başka kesipler bolsun. Bu usul perzentlerimizge emra olsa ruhi kıyafetiga başqacha bir canlılık payda kılıdı eken. Xo'sh, undaq bo'lsa, o'zingizni tanishtirib yetamsiz? Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Yaxshimisizlar? Mening ismim Alqut Umar. Bu yil 8 yoshga kirdim. Men Korli shaharlik 2 boshlang'ich o'qiyman. Ömer Saydullah Ustaz. Usullarına ait pakiza, hareketlerimine ait çakkan. Çoğu olsa eğer usulunu halisa, usulda okusa şundan materyal bulup çıkacak. Ben bir bilet verdim. Mübarek Rahmet. olsun Ömer Saydullah Ustaz bir bilet verdi. Halcam Sıdık Ustaz. Kozam, bak umaq balık bu. Bu usulunu kim kıptadı? Abdurrahman babam ishlab berdi. Kim geldi siz bilen? Opam dadam. Sizni o ustaz nayt yaxshi tarbiyelabdi, shundaqku? Ha? Nayt sistemli qilayotgan harakatlaringiz, ha? Harakatlarning to'ri bor. Hissiyat sizniki. Su ichganni xeli artist usulchimi chiqarishini atayin. Su ichgandingiz, mening misal su ichkim kelib ketdi abaydan beri. Ömer ustaz degandek, agar keyingi vaqtida o'qishlarim yaxshi o'qib, yaxshi shunday cheni qilib borsangiz, hozir 8 yoshkansiz, ya'ni 3 yildan keyin san'at institutining o'ttir texnikumga usulga kelsangiz bo'ladi. Kelgusida siz bir cho'lpon bo'lasiz. Rahmat. Mübarek olsun. Bir mübarek bilet olsun. beraman ku. Mübarek olsun. Halcam Sıdık Ustaz bir bilet taşıldı. Cesur Tursun Ustaz. Ebem işkim alım dep oldu. Ben mi bir bilet bereyim? Mübarek olsun oğlum. Mübarek olsun. Xo'sh. Undaq bo'lsa, endi ustoz tanlaydigan bosqichga kelib qoldik. Qaysi ustozni tanlaysiz? Men Jasur ustozni tanlayman. Jasur Tursun Mübarek ustozni olsun. tanladi. Xo'sh, undaq bo'lsa tushib ustoz Kelim. bilan ko'rishamiz. Cesur Tursun Ustaz'ın grupsa kirgenligimizni kızgın karşı alınız. Müzika koyulsun. Çiğge boymu yaraşkan, ellerini heyran taratkan, ay bilen üstün talaşkan, kızgıl taçsi toppa. Çiğge boymu yaraşkan, ellerini heyran taratkan, ay bilen üstün talaşkan, kızgıl taçsi toppa, kızgıl taçsi toppa. Hey Uygur dopsi, güzellikinin belgisi. Hey Uygur dopsi, güzellikinin belgisi. Keşsi kolda tikilgen, dopağa mihrip tülgen. Keşsi kolda tikilgen, dopağa mihrip tülgen. Jigitke soğa itilgen, dilga ot salgan dopa. Jigitke
ateşke soğuğa itilgen Dılga ot salgan doppa Hey Uygur dopsi güzelliknin belgisi Hey Uygur dopsi güzelliknin belgisi Şermi haya ülgisi o güzelliknin belgisi o Şermi haya ülgisi o güzelliknin belgisi o Jigit kızның ziyneti o dılganır çaşkan doppa Jigit kızның ziyneti o dılganır çaşkan doppa Hey Uygur dopsi güzelliknin belgisi Hey Uygur dopsi güzelliknin belgisi Oy, rahmat. Kızlarning do'ppisi kelam do'ppiga, qizlarning do'ppisi bo'lgan o'tdek ishtiyoqga. Yaxshi o'ynadi. Men bunda qarashimcha tashqi harakat qilganda ishchidiki, muzika bo'lgan, udara bo'lgan hissiyat nihoyat to'liqdek qiladi ishchidikisi. Anandaki bu do'ppiga bo'lgan hissiyat usuldiki. Lekin chosh ikki tarafini yomoncha qo'yib qopti, ha? Endi o bir moda. Bo'ldi unda olsa, Mahirimiz o'zini tanishtirib etsin. Assalomu alaykum. Naq maydondagi uch ustozlar, ko'raman do'stlar va televizor oldidagi barliq ko'ramanlar hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Go'zal Naqsul makoni Kucha diyardan kelgan G'olib Abduzdan hammalarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Rahmat. Xo'sh. Jasur Tursun ustoz. G'olib, kiyimingni yangidan tiktiribsan, to'g'rimi? Numarni boshqadan jo'ndabsan, shunda yaxshi qilibsan. Sen bunda yanchi tura. Beshingni oldi qarag'ini. Yo'q. Ay, mayoqqa yana bir qarag'ini. Oyoqqa yana. Qara, G'olib. Mao sening cheching shunda chiroyli oldiribsan. Shunda moda deymiz-ku. Hazır moda bo'layotgan bu, buni qilma degan emas. Endi bizning sakinda hazır do'ppining usulini o'ynasa kiyiming tutib olgana gilam do'ppa hammangiz millichi, to'g'rimi? O'ttikdan tatib millichi. Endi odat ma dedim-ku, mao sahna bütün ya ko'rdi, ben bir payto'g'liq qalchimdan bir moncha dedi. Endi tushmabdi. Cheching bilan mao kiyiming o'ynayotgan usulun yana do'ppi degan boshning narsa sal tushmabdi-da. Bunda aytgan chaqda shikamantini ochiq suvga chilab yegandek. Xo'sh. Nihoyat joyida kelgan bir o'qitish bo'ldi ya. Rahmat. Qopti-chu. Yana kelib endi yo'q, meni anti chashni qo'yma degan gap emas, endi ma hikoyani o'ynayotgan usulingni, do'ppamni degan chaqda o'tab ketibdim yani. Moda deb moda qo'llashganimizdan biz Uyg'urning sahasi chiqqandan Uyg'ur pardasi chiqish kerak demoqchi. Bo'ldi, baram bo'ldi. Endi bir ay bun senin numaranı ko'da qo'ygancha o'ylaysa, odatlik turmushni qo'yib qo'ysangmi, endi hozirgi zamon usuli, ya hozirgi davr usuli, masalan chaqmoq usuli, ko'chi usuli, tapchi usul desak, o chatag'i yo'q. Cheching shundan moda bo'lib, azroq bir yerini menga o'xshab jo'liq olgan bo'lsang, texmi yarashatdi. Hozir sen endi adoppini kiyib Uyg'ur usuli o'ynayotgan. Uyg'ur usuli o'ynayotgan mushunga boy qilsang bo'pti-ki. Men sana bilet beremeyim. Qani ustozlar, bevosita bilet tashlash bosqichiga o'taylik. Qalchamsidiq ustoz. Sizni mushu tapdim, mushu ekran orqali taqasak, bütün kuchadagi 7 yoshning yo'qidagi bolalar bütün emmiz chechini sizda qilib chiqadi. Buni qanday qilamiz? Ha? Sizga 20 necha kunning oldida bu ikkisi fikr qilgan chechangni bunda kelma deb. Bu o'stasingiz meya chiqatdi-ku 20 necha kunda, bolam. Kiyimlarni hammani ravurus qilibsiz. Ama biz
chatninkini qabul qilganda yaxshini qabul qilamiz, haqning tashlab etgan axlat sandig'idikini ekanmaymiz. Biz unda millat emas. Belat beremeymen. 3 ustozga deydigan yurak so'zingiz bormi? Anglayli. Men kichikimdan boshlab shu usul kasbiga intayin qiziqdim. Hozirmi shu usul kasb bilan shug'ullanyaptim. Asos qatlamda asos qatlamga madaniyatni yetkazish deb shu ishlar bilan keng dehqonchilar bilamdi, o'smirlar bilamdi, shularga bosh yetakchilik qilib, shu asos qatlamda o'yin qo'yib degandek ashta xizmatlar bilan shug'ullanyaptim. Men kichikimdan usul qiziqdim. Meni mana shu fursatdan foydalanib, qo'llab-quvvatlab bergan opamga ko'pdan-ko'p rahmat deyman. Rahmat apa-japachi. Rahmat bo'ladi. Undaq bo'lsa, alqış sadalarımız bilan elimizni uzatib qo'yaylik. Qo'yaylik. Ustozlarning so'zini qalbingizda ching saqlang. Bo'ldi. Bola tarbiyalayotibsiz, ustozlarning so'zini billa elib, billa o'zingiz bilan qo'shib shu bolalarni tarbiyalang. Bo'ladimi ukam? Bo'ldi, rahmat. Keling ustozlarni ko'rishib. Marhamat. G'olib Abdiz, bundan keyingi san'at hayotingizda ustozlarning sizga qo'ygan talablarini atrofli mulohiza qilib, shu talab bo'yicha olg'a besing. Men siz uchun xush bo'ldim. Chunki siz usul peshvonlarimizdan kasbiy dars oldingiz. Kelgusida layoqatli usulchi bo'ling. Muzika. Rahmat. Tugidi. Ha? Rahmat sizga, rahmat. Ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, o'zingizni tanishtirib o'tamsiz? Assalomu alaykum ustozlar, assalomu alaykum ko'rinmanlar, yaxshimisizlar? Men Maknohilik Do'lan san'at o'makidan keldim. Ismim Maynur. Maknohilik Do'lan san'at o'makidan keldim. Ismingiz? Maynur. Mahinur Rahman. Maknohilik Do'lan san'at o'makidan keldi, ha? Mush kiyim kechik haqida bir men qiziqib qoldim. Jasur Tursun ustoz. Bu Do'lanning kiyimi o'xshidi, lekin uzunroq bo'lgan kalti turdi. Mushtaqim bo'lamdi. Buni xalchimdan topasiz. Xo'sh. Xalchamsida ustoz nima deydigan anglab baqaylik. Endi bu jihatda gap qilsak sal uzrab ketadi. Ha? Hozir kiyim jihatda bizda bir o'lcham, muqimlashgan o'lcham bo'lmay qoldi. Qaysi rejissor qani yaxshi ko'rsa, shuni tikkizib oladigan bo'lib qoldi. Annem desam bo'ldi. Bu qiz o'z chiroyli. Siz tanlashib keldingizmi, kelmadingizmi? Piyalni elib bunda cho'giltib beqina men ko'ray. Mikrofonim al. Piyalning o'zini eling qo'lingizga. Ha?
dökülüp gitti o su akıp gelgende. Piyalımında gitti. Tüttüz aylandırmamsız. Ya yani döküldü. Texme ketip kaldı ya. Qaytadan yana bir qatim kep baxsın ha xalçam. Malum. Manda çıkan kol ne? Bana mıştak tüttüz açmamsız. Bana aylanmadı. Bu kolumuzu üç boğumda usul buluş gerek. Birinci boğum, ikinci boğum, üçüncü boğumda usul buluş gerek. Çünkü Çin'in aylandığında bana üç boğumunuzun hemmisi aylanıp mında geliş gerek. Düşündünüz mü? Bu bir severlik. İkincisi aklınız görülüm. Kaynınız görülüp durun. Biz Uygurlarda Nemçinin kaynını aşmayız. Bu Moğolların kiyimi bu. Töpünüzdeki Nemçe Moğollar müştak açıdır. Gerçi dolan bosanlar mı bizdeki millet arımı dolan mı Uygur? He? Dolanlık mı Uygur? Şu tapta siz şu sahnede görünürsünüz, sizin bütün alem göründü. Şunun böyle kandak kılıdı bunu köygendikin hem işkirdik yoldaşlar Uygur kiyimini müştak dikip giydi. Kazakistan'dakiler muşta tikip giydi. Çünkü biz sizni merkezden sahnesine çıkıp koyduk. Hatalaşmışsam köynüğünüz mi bek kaltıp gitipti. Dolanın ötügünün uçsal mandarak buludu. Dolanın naydı güzel hareketleri var. Nereden çıkardınlar size? Erdiş kolanlarını mındak kıldığı hareketini nereden çıkardınlar? Bu dolan usullarınız. Ben dolan gibi meyli Aksu Avat meyli Mekke'de turmuş ügengen bir usulcu. Ben dolan ne dünyanın sahnesine kapagan usulcu, dolan usulünü. Dolan usulü undak jirik kopal emez. Dolan usulü mu bedenin evrişimligi, bedenin aylanması, hem tikligi, hem yumuşaklığı eks etse bu hakiki dolan usulü bulur. Şu sözümni kapamısınız, ana diyarınız, jütünüz, Mekke'ye ekesiniz. Dolan sanat ümidi demem, Mekke'nin eti düşü Mekke. Şu Mekke. Mekke sanat ümidi danla. Şuna biz küçüğe ne yazır? Küçüğe de patlavatımız. Onu küsen davaldı ya. Tarihten küçüğünün eti şu küçük. Mekke'nin eti Kaşgar vilayet, Mekke nahiye. Bulamda dolan mukam desil onun. Ömek'nin etini mi dolan almıştırvatsanlar bulmaydı. Fikrim doğru mu? Şunu bu siz bir sanat ömekten kepsiz. Sizlerin ömekte ben bir yıl terbiyeligen iki okugucum var. Bir Nurbiye, bir o jigit usulcu var. Bilemsiz, siz karttık meşk kılıp, keler ketimlik bizim müsahnimizge gelin. Kütü alaylı, ben sizge belet veremeyim. Xalçam Sıdık Ustaz, nahayet etraflık, her cihetten nahayet obdan fikirlerini berdi. Bu fikirlerini doğru düşünüşünüzni, keyinki hayatlarınızda onu işletişinizni ümit kılıma. Bağandikin, Mekke nahiyelik sanat ömegideki her kaysı ustazlarga, hizmetdaşlarınızga bu doğruluk deri sözlep bersinizin boludu. Cesur Tursun Ustaz. Ben sizge bir bilet taşlay. Mübarek olsun. Cesur Tursun Ustaz bir bilet taşıldı. Ömer Saydullah Ustaz. Evet, savaqlışım xalçam Sıdık, gepni amin dep oldu. Siz tomak kiygendikin, çokum nimçini uzun kiyişiniz gerek, köynekni, o nime tizinizin düşüşünüz gerek. Hazır bu beşinizde tomak çapmak nimçi bilen köynek pekka düşmegen. Ya kıska emez, ya uzun emez karan bu köynek. Abbay bayat ben sizi bilemeyim. Xo'sh. Ömer kan bir bilet taşlab etken bolsa, men tayyorlik qo'yib ketganman. Men birini taşlab etsam, shuni bilan kirib ketsin deb. Bu kiyim-kechakdagi masala bu intayin cho'ng masala bir usul san'atkor uchun. Ömercan Saydullah Ustazga usul sani o'zi yolurishib berendim ya. Bir qatim fursat bersangiz men O kiyimdikilarga eslaman ablat. Usulni oddiy bulab qepti. Bu qizga maktab o'qigan odamning ozroq texnik seviye bo'lish kerak, texnikalik harakat bo'lish kerak, harakatning murakkabligi bo'lish kerak. Oddiy bulab qepti, xafa bo'lmang.
Ma'qul. Güzel qizimiz Mahinur undaq bo'lsa, kelarki qitimliq musobaqamizda sizni ko'rishni nihoyat orzu qilamiz. Maynur Rahman, sizning gapingiz bormi? Bo'ldi, so'z qilmaydi ekan. Bo'ldi. Ma'qul, undaq bo'lsa Qani güzel ustozlar bilan ko'rishim. Güzel Baraman. qizimiz Mahinurning kelar qitimliq musobaqamizda mush sahnada zohir bo'lishini chin ko'nglimizdan kutamiz. Xo'sh, marhamat. Maknoylik san'at umigidan kelgan Aynur singlim. Ustozlarning sizga taklif fikr bergini sizni yoqtirg'ini. Bundan keyingi kasbiy hayotingizda davomli olg'a besishingizni umid qilaman. Hozirgi hissiyotim bo'lsa, haqiqatan ko'nglim yerim bo'ldi. Yana shuning bilan birga bu qitim qatnashgan maylarning hammasi bir-biridan intayin qobiliyat ekan. Mush qitim kelib shulardan jiq bilimlarni egallab oldim. Birinchi darajalik mukofotga erishishini uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Xutiyar marksidagi a'lo sifatli savdo suyi ishlab, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Xutiyar fan texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qimmatidagi mukofot buyumi bilan ta'minlaydi. Amin kitobchiligi ikkinchi darajaga erishgan mohirni 100 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Ozuqum qora bug'doy diabet yurishlik mahsulotlari 3-chi darajaga erishgan mohirni 50 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Muzika. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, I will never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, I will never get started. Oh, and I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. But please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, 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 perhaps. Kızgın Çavak. Rahmet, rahmet. Sahnimiz kelganingizga ko'p rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Мен Орысы. Здравствуйте. Мы представляем город Караганду из Казахстана. Потихонечку. Biz Qozog'iston Jumhuriyati Qarag'anda областidan keldik. Очень приятно участвовать у вас в конкурсе. Мы первый раз в Китае участвуем в таком конкурсе. Шикарно. Biz bu cho'ng usul sahnasiga tunji qitim qatnashyapmiz. Mushta cho'ng sahnalar qatnashganligimizdan intayin xursandmiz. Xo'sh, Спасибо большое, Рахмат. Sizlarning bizning sahnimizga kelganingiz uchun biz intayin xushal. Добро пожаловать к наш конкурс. Рахмат. Rahmat. Usulni ko'rib bo'ldik-a? Men nima ko'rdim degideklam o'ynab qo'ydi. Haqiqatan sahnamizning kayfiyati bek yaxshi bo'ldi. Shunda yaxshi, pokiz harakatlar. Men
%100 bir bilet. Rahmat. Mübarek olsun. Cesur Tursun Ustaz bir bilet taşıldı. Ma jigit mi Orus mu? Ha, unutup qaptım ben. Bular Erayal işkisi. Orus. Lyosha. Alyosha da polisi. Лёша и Кристина. Lyosha yoldaşı, Alyosha to'liq ismi, aykilatma ismi Lyosha bo'ldi. Bu qizning ismi Kristina. Cesur Dursun bile pes eletkense. Haşlamasam bu mu değil demekçi mamalım. Ya Abbay öz alıdı. Ne buldu? Nem bolutte Alışantıdı sizlerden. Nem bolutte. Nem boladı hanım? Nem bolutte canım. Vay men nem buldum degandek lan buldu. Aşkısı işini düşünmeye bir karışıp bir hep boyu sıkıp kaldı işkısı hazır. Ha bizden düşenmeyi jüri versin. Boladı onda kosa halcam sıdık ustaz. Очень хорошо. Очень хорошо. Katta yaxşı deydi. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Kalçam Sıdık Ustaz bir bilet. Mübarek olsun. Прекрасно. Nemi gap pregrasına degan. Bek bezi, en yukarı süpette bu. Lekin şu medhiyaga loyiq o'ynadi ya. To'g'ri, Haqiqatan. to'g'ri. Yana bir Fursatda- alqish yangritsak bo'lamdi. Ustoz tanlash bosqichimizga keldik. Ömercan aka. Umarjon aka. Mübarek olsun Ömer ka. Mübarek olsun. Ömer Saydullah Ustaz sizga mübarek olsun. Bo'ladi, unda xo'sa sahnadan tushib, ustozinglarning yeniga beringlar. Marhamat. Alyosha, Kristina, mübarek olsun. Güzel müzikinin ritmiga moslashib, barliq hissiyotlarni ifoda qildinglar. Şinjan usul sahnimizda o'zinglarni to'liq namoyon qildinglar. Er ayol ishqinglarni usulga bo'lgan ishtiyoq chambarchas bog'labdi. Muhabbatinglar mangulik bo'lsin. Ömer Saydullah ustoz guruhida yangi natijada sizlarga yor bo'lsin. Muborak bo'lsin. Alyosha, Kristina. Muzika qo'yilsin.
Assalamu alaykum, hürmetli bağlıqçı ustazlar. Hem şundaqla müşahede oturup atqan barlıq körülmenler. Hamınızlarning muş vaqti xeyirlik bolsun. Güzel Küsen diyardan kelgan güzel nurdan sizlerge o'tliq salom va oliy ehtirom. Ben 2007 yılı Şinjan Marif İnstitutunu bitirgandan keyin Kucha noyisiga kelgandan keyin Yeni shahar ish bajarish boshqarmasida 2 yil xizmat qilgan. Bir mezgil xizmat qilgandan keyin o'zimdan keyin shu o'z oldimga bir ish qilishgan bir xiyolim bo'lg'achqa xizmatimni tashlab etib Kucha noyisida ko'lami 500 kvadrat metr keladigan bir kichkina maxsus san'at tarbiyalash o'rnini qurib chiqdim. Bu jarayonda 2000 dan ortiq o'quvchilarni jamiyatga tarbiyalab chiqdik. Bizning Parvoz san'at tarbiyalash markazimizda Uyg'ur usul, ko'ch usuli, dutta, ravab, tambur, skripka, gitar, ham shundaqla diyanziching, bolalar yasash tarbiyalashdan iborat mush turlar bo'yicha tarbiyalab kelyapmiz. Voy rahmat, nihoyat aqlli ustoz ekan, bir tarbiyalash kursi ichibdi ekan. Nihoyat ustalik bilan bu yerda e'lon qilib oldingiz. Bu qaragan o'quvchilaringiz o'xshaydi. Men bilan muborak ko'rsatganlarning to'g'ri. Ustoz ham ana Ömer Saydulla ustoz. Bu usulni o'zingiz ishlab berdingizmi? O'zim. Muzikasi-chi? Muzikasini shu yig'idan ishlatay deb o'ylagandim. Bizning ta'til mezgili to'g'ri kelib qolganligi uchun ta'til mezgilida bizning tarbiyalash markazida o'quvchilarimizning soni bek ko'p bo'lib qoldi. Shu sababdan mush bolalarimizning hodisidan hamda mas'uliyat degan bir atalg'i bo'g'achqa xizmatning oldirashligida faqat muzika ishlatishga ulgurmay qoldim. Shunga bu yerdan deganimizdek, shu yosh muzikantlarimizning muzikasini, tuvandagi mush muzikani ishlab turib, mush bolalarga shu usulni o'zim ishlab berdim. Jasur Tursun ustoz. Mındayçı bu usulni özüm işildim davatsız çokum işlegen çağda özünüzün oturdu oynapsız. Şungaşka aldığı bir icadetçi malım yok. Aldığı icadetçi bir usulga eynek buludu. Düşündünüz mü? Ne kılıp? Ben karısam almış kılıp özünün çayınıki nerdelikini okundu. Şu muşnundan bilgini buldu. Aldığı bir adam otlamayla. Ama da kılınla hareket kılınla. Aşı kiyimdimi şunda renklik parpur kılıp. Yani nime ma'niligini men tushunmadim. Ma usulniki. Endi sizmi çaydan tutibsiz, cho'gin tutibsiz, qizlam cho'gin tutibdi. Buning bir vaqalik chiqmadi. Ham bir muzik shunda o'zgarib dang to'xtagan chaqda uning oldida peqirashni boshlayotdinglar, dang qilib bo'lib yana bir uzun melodiya chiqqan chaqda yana ash peqirashni esa dang qilib darara va peqirash kelatdi. Shunga bir tunugimni xalchimdan debdi o'di. Bu ijodetchi degan usulga ijodetchi ma'lum degan shunda muhim. Shu amminasini bizga o'xshash ko'rib turdi. Sizning kamchiligini qayatdi o'di mamayini shunga buningda bir ma'lum xillashda ijodetchida sal kamchilik bor. Bizda hozir chiroyli kiyimni kiysak, grimni yaxshi qilsak, usulni qilsak, bir o'ynab bersak, xo'shalliqli bir narsani nim qilsak deb Uyg'ur bizning ashta bir usullar nima deydi? Men tunugun dedim, usul degan bir millatning san'ati, millatning onasi desak bo'ldi. Badan orqali endi xo'shallik, xapolik, har yangi hissiyotni usul orqali desak, hikoyalarni desak, 100 chiqadi. Shunga mushta narsalar kamchilik, biroq qizlar shunda yaxshi o'ynadi, yaxshi tayyorlab qizlar. Biroq mush sabablar bilan men qo'shilmayman. Rahmat. Men kichkina bo'liq qo'yay. Ma çoğununu açıpsız vallahi. Bu çoğununu rolunu cari kıldığımızınız. Aslı bu çoğununu açıkandaki ya bundak derya buydu su alamsız. Ma su buydu bundak sunu alamsız ya bundak azrak vakalık etiş gerek. Çoğununu açıkandaki çokum bunun ki rolunu cari kılmapsız. Davcıda açık koysanız bu bombaydı. Ondan üstüne bu nemidi tulup yıkıraş bu. Hem siz bunundaki usul işlesiniz. Hareketini cık salımız, o piqraş degan nəhayət əvcəyə çıxanda, mühim yeri gələn piqrayımız, bildir piqra vəsə qandaq oldu. Müşlərini keyin usul işləgəndə diqqət qılsınız oldu. Boludu Jasur Tursun ustoz, Ömer Saydulla ustoz, bergan taklif fikirlər nəhayət o'rinliq deb o'ylayman. Sizlarning ekran oldidagi ko'rarmanlarga, ya'ni naq maydonda o'tirgan tomoshabinlarga deydigan yurak so'zinglar bormi? Hozirgi hissiyotinglarni bilib boqaylik. Ko'rmanlarga ham shunaqla bog'liqchi ustozlarimizninki taklif fikrlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Mush o'quvchilarimizninki mush qisqagina bir oy bo'ldi tarbiyalanayotganli. Bolalar vaqtni tarbiyalangan vaqt qisqa bo'lg'achqa balkim jiddlashib qolgan bo'lishi mumkin. Ko'pincha tunji qatim sahnaga chiqishi, shunga mush munosabat bilan hammalarga yana bir qatim ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Sizga ko'p rahmat, sizga ko'p rahmat. Mush sahnamiz kelganingizga butun programmamiz nomidan cho'nqur rahmat.
Şu yurtumuzda açkan usul terbiyeleş, sanat terbiyeleş sınıfımızdaki ravaç tepiş için hemimiz bir çabak. Rahmat ediniz. Hele ustazlarla görüşün. Güzel Nur Sağlam, o'quvchilaringiz bilan birga elib kelgan bu usulingiz orqali sizning to'limi mehribon ustoz ekanligingizni ko'rib oldik. San'at tarbiyalash o'rningiz texmi ro'naq topsin. Benim sevgen cananim sol, benim sevgen cananim sol, kalbim iyge mihnanim sol, kalbim iyge mihnanim sol, teşna yürekte armanim sol, teşna yürekte armanim sol. Keygen kümüge dermanim sol. Mecnun tağlık cilla taptinge, Mecnun tağlık cilla taptinge, Herkes yalmaz kıyaptinge, bulbuldan kalır layak